yaxshilab bermoqchiman. Hamma tatuaj chizdirsin. Keyin kelsin. Keyin udalist qilaman. Mazza qilib tatuaj chizdirishyapti, tahorat o'tkazmayapti. Endi shunaqa chizilgan qoshni nima qilamiz endi? Chizdirib qo'yganlar endi. Bo'ldi, 4 yil yurib qo'yibdilar mana. 4-5 yildan oshiq yurib qo'yibdilar bu tatuaj bilan. Endi xudo xolis mana insofga kiribdilar. Xudo xolis udaliniya qildirmoqchilar qoshlarini. Ro'za Ramazon oyida yaxshi bu, juda ham. Sizlar ham agar tatuajinglar bo'lsa, udaliniya qildirishinglarni tavsiya qilaman. Tozalaninglar. Tatuaj hozirgi vaqtda umuman yoshi katta ko'rsatadi, arzon ko'rsatadi, juda ham xunuk ko'rsatadi va tahorat o'tkazmaydi. Eng glavnisi. To'g'ri, men lazerga hozir chaqirtirish yo bo'lmasam lazer og'ritadi deb aytolmayman. Ko'pchilik biladi, lazer to'g'ri og'riqli jarayon, lekin evaziga tatuajdan xalos bo'lasizlar butunlay. Udaleniyadan keyin agarda bularni qoshlari siyrak, bo'yamasdan kun davomida men bu bir xil formada chiroyli bo'lib yurishni xohlayaptilar. Xudo xolisa udaleniyadan keyin 1 oy, 1,5 oydan keyin bularning qoshlarini qaytadan permanentniy qosh chizib beraman. Unda qon chiqmaydi, hech qanaqasiga 7 oy, 6 oy ichida o'chib ketadi. Javob deb aytaman, o'chib ketadi.